Xo'sh, nega Jodugarlar jangi animesining 3-fasli atigi 12 ta qismdan iborat bo'ldi va 4-fasl qachon chiqadi? Ko'rganingizdek, Jodugarlar jangi 3-fasli 12 ta qismdan iborat bo'ldi. Bu avvalgi 2-fasldan naq 11 ta qism kam. Nega bu yili juda ham kam qism chiqarildi? Bunga sabab Jodugarlar jangini animatsiya qiladigan Mappa studiyasi bu yili boshqa animelar ustida ishlagani. Mappa studiyasi faqat Jodugarlar jangi animesi ustida emas, balki Arra odam Reze Arka Jahannam jannati 2-fasli, Darahiro kabi animelar ustida ham ishladi va uni ustiga Ajal o'yinlari kichik ark emas. Bu Jodugarlar jangi animesidagi eng katta ark hisoblanadi. Ajal o'yinlari arki mangada 84 bobni tashkil etadi. Eslatib o'tadigan bo'lsam, bundan oldingi Shibuya arki atigi 59 ta bob atrofida. Va Ajal o'yinlarining arkini bir necha yil ichida bunaqa sifatli animatsiya qilib chiqarishni uncha iloji bo'lmasa kerak. Temboli Mappa boshqa animelar ustida ishlayotgan bo'lsa, shuning uchun ular muxlislarni ko'p kuttirmaslik, animeni sifatli qilish va boshqa animelar ustida ishlash uchun Ajal o'yinlarining arkini 2 ga bo'lib chiqarishmoqchi. Mangada Ajal o'yinlari 138-bobdan 221-bobgacha davom etadi. Bu yil esa Mappa 3-faslni mangani 138-bobidan 181-bobigacha animatsiya qildi. Taxminan 43-44 bob va yana Ajal o'yinlari arki haqida 40 tagacha bob bor. Demak, 4-fasl ham 12 ta 13 ta qismdan iborat bo'ladi. Va biz 4-faslda Megumi tanasini Sukuna egallashini, Hakari va Kashimoni epik jangini, Gojo muhurdan chiqishini va ko'plab epik janglarni ko'ramiz. 4-fasl qachon chiqishi hozircha noma'lum. Sababi hozirda Mappa Arrodamning 2-fasli va yana ko'plab loyihalar ustida ishlayapti. 19-iyun kuni Mappa studiyasi 15 yilligini nishonladi va ko'plab animelardan treyler, teaserlar taqdim etildi. Shu orada Jodugarlar jangi animesining ham treyleri taqdim etildi. Demak, animening o'zi ham 5-6 oydan so'ng uzog'i yanvar va may oylarining o'rtasigacha chiqishi mumkin. Bu mening taxminim, sababi 3-sezonning ham treyleri chiqqanidan 5 oy o'tib anime chiqqan edi. Lekin Mappa studiyasida boshqa loyihalar bo'lganligi va Ajal o'yinlarini aynan davomi eng katta qismi bo'lganligi uchun bu yana biroz cho'zilishi mumkin. Va afsuski 4-faslda ham Gojo va Sukunani jangi bo'lmaydi, sababi ularning jangi Shinjuku arkida bo'lib o'tadi. Mappa esa hali Ajal o'yinlari arkini tugatganicha yo'q va ularning jangini yana uzoq kutamiz. Va shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video siz uchun biroz bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hammangizga xayr.